Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Scratch dasturining protseduralari, ya'ni MyBlocks bo'limini ko'rib o'tamiz. Protseduralar nima ekan? Protsedura bu dasturlashda asosiy qo'llaniladigan dasturlashimizdagi dasturlarni kodlarni bizga qisqartirib beradigan hisoblanadi. Protsedura bu asosiy dasturdan alohida bo'lgan ko'rsatmalar to'plami. Ya'ni uni alohida biza chaqirib olishimiz mumkin bo'ladi. Abstraksiya tushunchasi bor ekan bizada protseduradan keyin. Abstraksiya zarur bo'lmagan qismlarni olib tashlash orqali masalani soddalashtirish. Aynan biz mana shu protseduralardan foydalangan paytda abstraksiyani qo'llagan bo'lamiz. Protsedura bu mustaqil ravishda qayta chaqirsa bo'ladigan kichik qism dastur hisoblanadi. Katta bir dasturimizni istalgan joyda istalgancha marta chaqirib olib ishlatishimiz mumkin. Masalan, kvadrat nomli yangi blok yaratdikda kvadrat chizishini belgilab berganmiz bunga. Va qachonki yashil bayroqcha bosilganda faqat kvadratni chaqirsin mana. Ikkitagina blok bo'ldi. Nechta blok bo'lishi mumkin edi? Agar shu yerda 4 ta 5 ta kvadrat bo'lganida 4-5 joyda alohida kerak bo'lganda nima qilardik? Mana shu hozir abstraksiya bo'lgani. Mana shu abstraksiya qilindi. Mana bu bizaga protsedura. Protseduramizdan foydalandik. Mana bu yerda chaqirdik protsedurani biza. Protseduralarni Scratch dasturida yaratish uchun MyBlocks bo'limidagi Make a Block tugmasi kerak bo'ladi. Mana MyBlocks bo'limiga o'tilgan, Make a Block terilgan va undan mana shu qismiga borilgan. Kechirasizlar, mana shu YouTube'da nima qildim? YouTube'da shunday qilgan ekan. Rahmat. Bitta klass uchun rahmat. Odatda yuz ko'rinmaydi-ku, unda erkinroq bo'lasiz. Hozir yuzingiz ko'rinib turibdi. Bir nima qilib qo'ymay, bir nima bo'lmasin deb turasiz. Endi MyBlocksni bu yerda nazariy qismini ko'rdik. Endi bloklarni mana shu kvadrat, uchburchak qilsin, uychak qilsin va hokazo biror bir blok o'zimiz yaratib ko'ramiz. Buning uchun bizaga Scratch dasturi kerak bo'ladi. Scratch dasturini mana ochib qo'yganman. YouTube'da ham buni oynani almashtiraylik. Buni mana bu qo'shimcha kodiklar bilan birgalikda ishlashim kerak ekan bu uchun. U narsaga vaqtim yo'q edi uchun o'rganishga, qo'shimcha qilishga. Oynalarni almashtirish jarayonini ham tomosha qilishlaringizga to'g'ri keladi. Ilk boramanda kechirasizlar endi. Boshladik. MyBlocksga boramiz. Qo'shimcha bloklar. Make a blockda men nom berishim kerak bo'ladi. Mana blokda name degan joyini tutib turibdi menga. Blokka name bermoqchi bo'lsam, masalan, uchburchak. Men cho'zib o'tirmadimda, 3 ni o'rniga 3 ni yozib qo'ydim. Uchburchak deb yozib qo'ydik. OK'ni bosib, mana menga define deganni berdida, define nima? Define bu mana shu protseduram qiladigan skriptni teraman shu yerga. Skript nima edi? Dastur edi. Scratchdagi bloklarni yig'ilgani. Qandaydir maqsadda yig'ilgani bo'lar edi. Demak, mana shu skriptni nomi uchburchak bo'ldi. Define'da nimalar qilish kerak bo'lsa, barchasini tuzishim mumkin. Masalan, uchburchak chizsin desam agar, haqiqatda mana bu yerda chizadigan penni qo'shib olamiz birinchi. Nima qiladi? Ruchkachasini tushiradi. Oxirida ko'tarib qo'yishimiz ham kerak baribir. Bo'lmasa boshqa joylarga ham o'tib ketib qoladi. Rangini ham beramizmikin? Mayli. Rangi qaysi rangda bo'lsin? Mayli, ko'rinib olishi uchun to'qroq rang tanladik.
qo'shilib ketib qolar ekan. Keling, mana shunday balandroq rangni tanlaymiz, qo'shilib ketib qolmasin, yashil bilan yashilda. Xo'sh, ruchkachamiz tushirsin, mana shu rangga o'rnatib qo'ysin va o'lchamini ham 3 piksel qilib qo'ysak, menimcha yaxshiroq ko'rinadi. O'lchamini ham sal qalinroq qilib qo'ydik. Endi nima qilsin bizda? 3 marta takrorlashi kerak uchburchakda yurishni. Uchburchak bo'ldi. Yurishi kerak menga. Keling, 100 qadam yursin. 100 qadam yurgandan keyin qayrilishi kerak uchburchakni burchagini hosil qilish uchun. Uchburchagim yuqoriga uchi qarab qolishini xohlasam, yuqoriga qayt deyman. Pastga uchi qarab qolishini xohlasam, piramidacha yuqoriga qarashini xohlasam, tin chap tomondan yuqoriga qarasin, pastga qarasin piramidachamiz uchi desak agar, tin o'ng tomonga qarasin desak bo'ladi. Xo'sh, men yuqoriga qaratirib to'g'ri uchburchak chizmoqchi. Endi uchburchak chizish uchun qanday qilib uchburchakni burchagini hosil qilamiz? Muntazam shakllarda bilamizki, 360 daraja bo'lishi kerak. Scratch tashqi tomondan aylanish inobatga oladigan bo'lsak, bizda tashqi tomon 360 bo'lsa, teng uchga, 3 ta burchakka bo'lsak, bu 120 darajadan qayrilishi kerak. Va siz nima bo'layotganini anglab olishingiz uchun kontroldan bitta wait mana bu yerda yurgandan keyin va bitta wait qayrilgandan keyin qo'yaman. Yurishi, qayrilishi orasida anglab olishingiz uchun nima bo'layotganini. Bu aslida bizga dasturni o'zida shart bo'lmagan narsa. Va chizib bo'lgandan keyin nima qilsin? Ruchkachasini ko'tarsin. Chunki men boshqa joyga borib tur, xalaqit berma deyishim mumkin men bu mushukcha spraytimizga. Men protsedurani yaratib bo'ldim. Mana bu menga qism dastur bo'ldi. Ruchkachasini tushiradi, mana shu rangga sozlab oladi, o'lchami 3 pikselda bo'ladi, 3 marta yurib qayrilishni takrorlaydi va oxirida ruchkachasini ko'tarib oladi yana. Chunki boshqa joyga yurganda chizib qo'ymaslik uchun. Endi dasturni qismchasi bo'ldi. Asosiy qismi kerak endi bizga Evans'dan holatlar blogidan mana ozgina kattalashtirib olamiz. Ko'ra olishlaringiz uchun. Yashil bayroqchani bosganimda nima qilsin? Yashil bayroqchani bosganimda menga MyBlocksdagi uchburchakni ishlatsin deyman. Lekin bu uchburchakni ishlatayotgan paytda turli joylarda bo'lishi mumkin. Mana hozir ishlatamiz. Kutadi, qayrildi, yurdi, qayrildi, yurdi, qayrildi. 3 marta bo'ldi. Lekin mushukcha menga xalaqit bermasin, mana bu joyga borib tursin, chizib bo'lgandan keyin demoqchi bo'lsam, motiondagi go to xy mana. Hozir qayerda bo'lsa, o'shanda turibdi, o'rgatgan edim buni, mana. O'zgardi. Qaysi tomonga olib qo'ysam, go to xy va glide xuddi o'shanda o'zgarib turadi. Demak, mana bu joyga borib tur oxirida dedim. Endi boshini qayerdan boshlasin? Oxirida shu yerda turgan bo'lsa, hozir men bossam, shu yerda uchburchak chizib qo'yadi. Menga ham butun ekranni tozalab, markazdan yana boshlashni xohlasam nima qilaman? Buning uchun uchburchak chizishdan oldin x va y ni 0 ga to'g'rilaymiz. Mushukchamiz to'g'ri x o'qiga point direction 90 ga qarab turishi uchun har doim point directionni qo'shamiz. Farqi yo'q, undan oldin, undan keyin birgalikda bajaraveradi buni. 90 ga qarab mana shu joyga boradi va buni borishdan oldin barchasini tozalab olishimiz kerak. Erase all. Ekranni tozalaydi boshlashdan oldin va to'g'riga x plus o'qiga qarab turgan holatda x va y o'qlari markaziga, sahna markaziga boradi. Shundan so'nggina uchburchak chizadi. Uchburchak chizib bo'lgandan keyin oxirida mana bu joyga borib qo'y dedik. Boshlaymiz. Tozaladi, chizishni boshladi. Mana bu amalga oshirildi, keyin uchburchak ishlayapti. Ishlab bo'ldi, mana bu joyga borib turdi mana. Mana bu bizga qism blogni mana shunchagina qilib, dasturning asosiy qismi mana shunchagina bo'ldi hozir. Endi bu joyga borishdan oldin
uchburchakni yana endi pastga qarab yoki yonga qarab boshqa xil point directionda yana chizishni xohlasak nima qilishimiz mumkin? Point direction yana bitta olamizda. Endi 0, ya'ni yuqoriga qaratirib, yon tomonga qaratirib chiz demoqchi bo'lsak, istasak shu yerdan 0, istasak mana bu strelkani bunday qilib ko'tarib qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam 45 darajaga qayirib qo'yishimiz mumkin. Har gal shu ishni qayta-qayta qilishni xohlasak, kontroldan, boshqaruv panelidan uchburchaklar nechta chizishni xohlaymiz? 45 daraja bo'lsa, ikkitasi 90, 4 ta 90, 360 bo'lsa, 4 kara 2, 8 marta takrorlasa, to'liq uchburchaklar mana shu yerda to'liq aylanib chiqar ekan. Nima qildim? Keling. 2 marta takrorla deyman hozircha va oxirida mana bu joyga borib tur deyman. Nima bo'lishini ko'ramiz, qarang. Uchburchak chizib bo'lgandan keyin ham ozgina 1 soniya kutsin, keyin yana amalga oshirsin. Boshladik. Birinchi uchburchakka bordi. 45 gradusga qayriladi. Yana bitta uchburchak chizyapti. Xo'sh, tunda point direction 45 bu tomonga qayrilib chizyapti. Men -45 deyman shuni. Bunaqasiga emas, bunaqasiga bo'lsin. Mayli. Bitta unaqa, bitta bunaqa qilib gulday chizib ketadi. Hozir bu ikkita chizdi. Mana shu to'liq aylanib kelishini xohlasam, hozir 90 daraja bo'ldi-da, ikkita 45 talik bo'ldi. Bir marta 45 talik, bitta oddiy aylandi, yana bitta aylandi. 90 darajani oldi mana shu joyda. Mana bu yerdan bu yergacha mana. To'g'ri burchakda oldi. To'liq aylanib kelishini xohlasam, nechta 90 kerak? 4 ta 90imiz kerak. 4 ta 90 bo'lishi uchun mana bu 2 marta aylanishini endi 4 ga ko'paytirsak, 8 marta aylan desak, mana shuni to'liq aylanib keladi bizga. Yana bir marta ishlatamiz. Tozaladi, ketdi aylanishga. Har bitta uchburchakdan keyin ham 1 soniya kutadi. Biz anglab olishimiz uchun nima bo'layotganini. Mana qaysi birini bajarayotgan bo'lsa, o'shani balandroq rangda qilib qo'ydi. Endi mana bu ishlayapti. Chunki uchburchakdan keyin wait deb 45 daraja aylanishi bor. Mana bu ikkalasi uchun to'xtab, yana qaytib repeatga boradi. Har gal point directionni qo'shib bor demabman-ku. Har gal qayta-qayta 45 darajadan qilyapti. Buni change qilishim kerak ekan. Ustiga qo'shib borishim kerak. Bitta o'zgaruvchi olib olamiz. En o'zgaruvchisi, keling, n deb olinyapti. Stop. Bunga dam beramiz ozgina. Xo'sh, n o'zgaruvchiga ta bilan boshladi. N o'zgaruvchini qayerda berishim kerak? Mana bu yerda setga n o'zgaruvchiga yuqoridan 45 darajadan boshlasin yoki 0 dan boshlasin. 0 dan boshlasin deyman. Har gal 45 tadan qo'shib ketaversin. Point directionda operatorlar yordamida n ga o'zlashtirtiramiz. Xo'sh. Yoki change desak ham bo'lar-ekan. Change har gal bu yerda change ni bersam agar, my переменныйga n ga bergin har gal 45 tadan qo'shgin demoqchi bo'lsam, uchburchagimizda mana shu joyda point directionni 45 ni o'rniga n bilan boshqarishim kerak. Mana bu n'imga har gal qo'shgin deyman, tinchgina chiqaryapti bu. 45 ni qo'sh deyman. 0 da edi. 0 dan boshladi. Mana bu ham kerak emas ekan hozir. O'zi n ni 0 dan oladi. Point direction n deb mana bu yerda bersam bo'lar ekan. n ni 0 dedik. Point direction n 0 da boshlaydi. Yuqoriga qaragan holatda uchburchak chizig'ini boshlaydi-da, ketadi. Chizib bo'lgandan keyin n 45 bo'ladi, keyingi gal yana 90 bo'ladi. Ana endi to'g'ri ishlashi kerak.
Bu hozir yo'l-yo'lakay qilinayotgan ishlar ustozlar, bunga maxsus tayyorgarlik ko'rilmagan. Pen up mana bu yerda bor. Erase all. Nimaga pen up'imiz ishlamadi? Ana endi ishlayapti. Yuqori 0 dan boshladik uchun yuqoridan boshladi. Har gal 45 darajadan o'zgarib boraveradi. Qani nima bo'ldi? Nimaga qo'shib bormayapti bu? Ha, qayta. To'xta. Mana bu joyda boshqarish. Chunki bundan keyin yana bunga qayta murojaat qilyapti ekan. Qayta murojaat qilganda mana bu joyda set 0 dan yana boshlayapti ekan, keyin 45 ta qo'shib beryapti ekanda bu. Shuni endiga har xil change bo'lmayapti mana bu. Change qilamiz. N ni n plus 45 ga o'zgartir va bu yerda n ni keltirib qo'yamiz deymiz. Endi ishlar. Qani? Change bilan ekan baribir ishimiz. Endi bu gulchasini chizib o'tiradi. Demak, protseduralarni nimalar qildik, qanday qildik, menimcha tushunarli bo'ldi. Variableslar bilan, operatorlar bilan va pen bilan ishlashni avvalgi darslarimizda 3 ta dars o'tib bo'ldik. Kichkina emas edi ular ham. O'shalardan ko'rib olishlaringiz mumkin. Endi 2 marta bo'ldi. Har gal change'ni berishim kerak ekan shekilli bu yerda. Endi enga qo'shib ketaversa agar 2 barobar oshadi-da. Change'ni ana bu narsani shu yerni o'zida olmayapti-da. Har gal mana bundan boshlab ketayotgan ekan. Set n 0 dan boshladi, har gal qaytib kelyapti. Mayli, buni keyin yana ko'rib o'tamiz. Hozir vaqtimiz ketib qolmasin. Endi chiroyli shakllar yordamida kitoblarimizda xirosqanni tasviridek bergan joyi bor ekan. Mana shunda chiroyli qilib xirosqanni mana shunday chizishimiz kerak. Bu 4 burchak yordamida turli rangli chizilgan xirosqanimiz. Bunisi esa bitta rangda, lekin bu kamida 5 burchak, yo 5 burchak yo 6 burchak bilan qilingan. Xuddi mana shunday qilib yaratib olishimiz uchun 3 burchagimiz turaversin. Bu bizga xalal bermaydi. Mana bu yerda endi bularni o'zgartirsam bo'ladi. Siz kerak emas bizda. Change kerak emas. Borib tursin chetga degan joyimiz kerak turaversin. 3 burchakdan foydalanmaymiz. Kutib turish ham endi bizga hojati yo'q. Erase all'da point direction har doim 90 dan boshlab to'g'riga qarab yur deymiz. Repeat kerak bo'ladi, chunki bitta emas, bir nechta endi chizishimiz kerak. Hozircha 8 turaversin. Biz My Blocks'dan Make a Block deymizda turli ranglisi emas, birinchi 5 burchak yo 6 burchak bilan bo'la qolsin. 5 burchak uchun bitta to'sib olamiz va 6 burchak uchun mana 5 burchakimiz, mana 6 burchakimiz. 5 burchakda nimalar bo'ladi? 5 ta burchak bo'ladi albatta. Demak, bunda nima qilishimiz kerak? Yurish kerak va qayrilish kerak. 360 ni 5 ta burchakka bo'ladigan bo'lsak, 72 darajadan bo'lar ekan. 72 darajadan va bunga yursin, mayli 100 qadam bo'la qolsin.
100 qadam yursa agar to'liq bo'lishi kerak. Endi bu 5 marta takrorlanishi kerak. Demak, kontroldan repeat deymizda 5 ta deymiz. Ruchkachamiz tushirib, ko'tarish qoldi xolos. Ruchkamizni tushirdik, ruchkachamizni oxirida ko'tardik. Ruchkachamizni rangi avtomatik o'zi ko'kda turibdi. Buni yaratib bo'ldik. Mana. Endi 6 burchagimiz uchun xuddi shu narsani shundagina duplikat qilib olib, 6 burchakka yopishtirib qo'yaman-da. Duplikat qilganini ko'ra oldingizlarmi? O'ng tugmani bosib, duplikat dedim. O'zi mana bunday beradi keyin. Qayta-qayta termaslikning yo'li bu. Ruchkachani tushir, endi 6 marta takrorlasin, 100 qadamdan yursin. Endi daraja o'shancha qayrilish bo'lmaydi, chunki bu 5 burchakniki. 6 ta burchakni 360 darajani 6 ta burchakka bo'lsak, 60 darajadan bo'ladi. Mana 6 burchakniki ham bo'ldi. Endi takrorlashda keldik. Mani bloklarimdan 5 burchak bilan bir harakat qilib ko'ramiz. 5 burchakni chizgin va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 5 burchak mana chizilganidan keyin ustida 8 marta yurdi. Menga yon tomonga qayrilib chizishi kerak. Demak, ozginadan qayrilmoqchi bo'lsa agar tön kerak bo'ladi bizga. 5 burchakni bir marta ishlatsinda 15 daraja qayrilsin bo'lsa agar juda kichik bo'ladi darajasi. Ko'rib olishimiz uchun nima bo'layotganini 45 darajada hech bo'lmasa keling 40 daraja bo'la qolsin. 48 martaga 45 to'g'ri keladi. 45 deylik. Mana endi ishlatamiz. Mana bizga kattagina xo'rozqand bo'ldi, lekin bu xo'rozqandimiz ko'proq gulga o'xshab qoldi. Demak, buni ko'paytirishimiz kerak ekan. 15 darajadan desak, 24 ta bo'ladi, 360 daraja bo'lishi uchun. Mana endi xo'rozqanga ozgina o'xshadi. Kolesoga o'xshadi ko'proq. 6 burchak bilan qilib ko'raylikchi. 6 burchak. Buni o'quvchilar istasa 12 burchak bilan qilishi mumkin, istasa 5 burchak bilan qilishi mumkin. Farqi yo'q uni. 6 burchak bilan qilingan ekan. Hozirgi shaklimiz mana. Ko'p katta bo'lib ketib qoldi. Bunga 6 burchagimiz qani? 6 burchakda 100 qadam emas, 50 qadam yurgin deymiz. Va oxiriga mana bu joyga borishidan oldin markazga kelgandan keyin pastga qarasinda point direction va to'g'ri chizig'ini ham chizishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir xo'rozqandimiz bo'lyapti. Endi bu yoqqa kelishdan oldin pastga qaragan chizig'i ham bo'lishi kerak ekan, taqdimotimizda berilgan. Xo'rozqandimizni ushlaydigan qalamchasi kerak ekan bizga. Bu uchun nima qilamiz? Qalinlashtiramizmi ozgina? Qalinlashtiramiz, kelinglar. Penga ketdik-da, set change desak ham bo'lar ekan. Set ham bo'ladi, pen. Farqi yo'q. Xo'sh, ozgina qalinroq qilamiz ushlaydigan joychasini. 5 piksel bo'la qolsin. 5 pikselda chizsin uchun point directionini -180 ga qilib qo'yamiz. Mana pastki tomonga qarab borsin bizga. Pastdan chizsin. Pen up bu joyda kerak bo'ladi. 6 burchakdan keyin o'zi ko'taryapti. Borishdan oldin mana buni tugatgandan keyin point directionga yurishi kerak. Ya'ni endi move qoldi. Yurgin deymiz. Qancha yursin? Bu 50 ta bo'lsa, 50 ta yurib boradi. Undan keyin yana 50 ta yurib borsin. Keling, 100 ta yursin mayli. Yurish uchun nima edi? Pen down edi. Yurgan yo'lini xo'sh, pen down qildik. Set pen size bo'ldi. Endi oxirida albatta ruchkachamiz ko'tarib, keyin chetga o'tgin dedik. Ozgina kichraytiramiz. Ko'rib olishlari uchun bu defanlarimiz 3 burchak, 5 burchak, 6 burchaklarimiz. Prosedurachalarni olib qo'ydik. 6 burchak chizyapmiz. Mana shuncha marta.
Yo'q, ozgina chizdi. 100 emas, 200 qilib qo'yaylikchi. Yigirma to'rtta chizyapti. Mana endi uzunroq qilib qo'ydim. Tamam. Qalinlashtirib, chiroyli qilib chizib bo'ldik. Faqat bu yerda set pen size'ni 6 burchak chizayotganda set pen size qo'ymaganimiz uchun keyingi galda yuqorisini ham qalin qilib yubordi. Pen size'ni mana bu yerda 1 qilib qo'ysa agar, keyin faqat ushlaydiganini qalin qilib qo'yadi mana. Mana bu yerda qalinlashtirdik-ku, lekin o'sha qalini bilan qolib ketdi. Mana bu yerda qayta o'lcham berilmaganligi uchun. Xo'rozqanchamizni tayyorlab bo'ldik. Taqdimotimizda xo'rozqanni 2 xili berilgan edi. Bir xili mana shunday, bir xil rangda edi. Ikkinchi turi shuni kvadrat yordamida qilingan va har gal har xil ranglar bilan kamalak rang qilib hosil qilingan ekan. Shuning uchun yana bir marta qilib ko'ramiz. Endi 4 burchak olib ko'ramiz. Make a block 4 burchak yoki kvadrat. Kvadrat deb qo'yamiz. Chunki kvadratda qilingan edi u. Xo'sh, kvadrat uchun kodni olishimiz kerak. Mana buni duplikat qilib kvadratga yopishtirib qo'ydik. Xo'sh, stop. Ruchkachani tushir, rangni. Farqi yo'q, qaysi bilan boshlasa, bir boshidan mana shunday ketishi mumkin. Yorqinroq ranglarni ishlatishni xohlasangiz, mana bunday qilib qo'yasiz. Mana aynan shu uchun set pen size o'lchami mayli 3 pikselda bo'la qolsin. Kvadratda necha marta aylanish kerak? 4 marta aylanish kerak. Qanaqa aylanish kerak? 100 qadam yursin. Yo'q, bizga 100 qadam emas, 50 qadam yursin, chunki kichikroq bo'lsin. Mayli 70 qilib qo'yamiz. Hadeb 50-100 qilmaylik. Weightimiz tursin mayli, ko'ra olishimiz uchun. Endi 4 ga bo'lsak 360 ni 90 darajadan bo'lishi kerak. Demak, burchaklari 90 darajada bo'ladi. Chizib bo'lgandan keyin ruchkachasini ko'tarar ekan. Mana endi bu yerda biz 6 burchak demaymizda 4 burchak deymiz. Kvadrat deymiz to'g'rirog'i. Kvadratni ton bilan almashtiramiz. 24 marta 15 gradusdan to'liq aylanadi. Faqat har gal aylanganda endi nima qilsin? Set pen size bizga bu yerda kerak emas. Endi dumchasini olib tashlaymiz. Faqat mana bunisi kerak. Dumchalik chizmoqchi emas biz, o'zini faqat chizmoqchi. 15 darajadan qilib aylandi. Endi har gal chizayotganda rangi o'zgarsin. Bunday qilamiz. Mana bizga kerak emas. Avtomatik istalgan rangdan boshlasin. To'xtab qolgan rangimizda boshlasa ham mayli. Mana bu joyda rangini har doim change qilib boramiz. Change pen color. Har gal 15 taga 10 taga o'zgartiradi. O'zidan keyin 10 ta keyingi palitrada ranglar joylashib borgan. Baland qizildan past qizilga qarab qanday borgan, xuddi o'shanday 10 piksel keyingi, 10 ta palitra keyingi rangga o'tib borishi uchun bu. Bo'ldi shekilli. Biror nima qolib ketgan bo'lsa yana qo'shishimiz mumkin istagan paytda. Men weightni olib tashlamasam bo'lmas ekan, ko'p kutib qolyapti. Weightlarni olib tashladik. Endi qayta boshlaymiz. Mana to'liq chizib bo'ldi. Ranglar qanaqadir nima deydi? Pen colorga boraylikchi. Yorqinroq ranglarga boraylik. Mayli, qizildan boshlab bo'lsin, faqat ranglarni yorqinlashtirib yoraylik. Endi boshlasin. Mana yorqinroq, chiroyliroq ranglardan boshladi. Mana bizni rangli qilib 4 burchaklarni mana shunday xo'rozqanni hosil qildik. Endi
oynamizni almashtirib olamiz. Taqdimotimizga xabar yozayotganlarni ko'rmadim. Kimda ekran ko'rinmayapti? Ekran ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Ustoz ovozni ochib qo'ydim. Ekran ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Xira ko'rinyapti. Xira ko'rinyapti? Ha, xira ko'rinyapti. Bo'lmasa, men bunda ham qilaman. Mana bu zapis ham yoqib yordim. Har ehtimolga qarshi bu ham zapis qiladi. Mana 3 joyda zapis ketyapti. Ham YouTube'da, ham ekranimda, ham Telegramda. Demak, o'ylaymanki, bu yoqni yaxshiroq ko'rasizlar. Juda bo'lmasa, yana zapisidan ham yuborsak bo'ladi qo'yib. Demak, mana bu ikkalasini kodini hozir tuzib chiqdik. Men qayta chizdim. Undan oldin darsliklarda chizganlarim bor. Mana bu yerda. Mana shu yerdan borib boshlagin deb bir nimalar deb chizib qo'ygan ekanim. Har gal dastur bilasiz, inson miyasi har doim bir xil dastur tuzmaydi. Bir gal unday, bir gal bunday bitta maqsadga borishni turli xil yo'llari bor. Mana bu yerda qisqaroq bo'lgan sababi har gal shu joydan boshla demaganmiz. Mana bu narsalarni qo'ygan ekanik. Istang hozirgi taqdimotdan ko'rib oling, istang keyin zapisdan ko'rib oling, qanday qilib yana yangitdan qilganimizni. Bitta amalga borish uchun turli xil yo'llar bilan borish mumkin. Shuning uchun farqi yo'q. Qanday skript har xil chiqishi mumkin har doim ham. Endi dasturni tushuntirib bo'ldik, qanday qilinishi jarayonini. Navbat savollar va savollarni ishlashga boshladik. Sizga xalaqit bermasin. Dastur natijasida qanday shakl hosil bo'ladi debdi. Mana bu asosiy dasturimiz va shape deb 5 uchun ishlatib beryapti. Mana bu 5 nima ekanligini bilmoqchi bo'lsak, define ga boramiz. Protsedura nomi ko'rsatilgan va nimalar qilishini berilgan joyi define da bo'ladi. Define da shape n debdi. Demak, bu yerda shape 5 dedimi? Demak, mana bu n ni 5 deb beryapti. Keyingi o'rinlarda mana bu n ni o'rniga 5 ni olib ketsa bo'ladi. Demak, shape degan bu yerda nima bo'lyapti? Blokni nomi, protsedura nomi shape bo'lyapti. Shape degan protsedurani 5 uchun, 5 qiymati uchun ishlab ber dedi. Demak, o'sha 5 qiymati n ning o'rniga keladi-da, n 5 ga teng bo'ldi. Nima bo'lyapti? Repeat, takrorlashlar soni 5 ta bo'lyapti. 5 marta takrorlanyapti. Nima takrorlayapti? Birinchi martada ketdik. 40 qadam yuryapti. Qarang, dastur boshlangan paytda qaysi tomonga qarab turganini bilishimiz kerak. Mana bu kelib, mana bu joyda ishlab beryapti. Yashil bayroqcha bosilganda ekran to'liq tozalanadi. Sahnaning x va y 0-0, ya'ni sahna mana shunday sahna bo'ladigan bo'lsa bizda sahnaning 0-0 markaziga kelib joylashdi. Va point direction 90. Point directionimiz qanday edi? 90 mana bu tomonga qarab turgani, 0 bo'lsa yuqoriga, x da manfiy tomonga bu plus x, minus x ga minus 90 qarab turgan bo'ladi. Mana bu 0 da plus y tomon qarab turgan bo'ladi va pastga qaragani bu minus y tomoni, ya'ni y yoqda vertikalga kamayib boradigan tomoni 180 daraja edi. Minus 179 bo'lsa ham shu yerga qarab keladi, plus 79 179 bo'lsa ham xullas musbatda 180 deb turadi mana shu joyini. Demak, qaysi tomonga qarab turibdi? X plus o'qiga mana bu tomonga qarab turibdi ekan. Qarashlarini va burchaklarning qayriluvini ko'k qalamda qilib beraman, chalkashtirib yormasliklaringiz uchun. Hozir qayerga qarab turgan ekan? Mana bu nuqtada turibdi va o'ng tomonga, x plus tomonga qarab turibdi ekan.
va mana shu hosil bo'lgan, mana bu amallar bajarib bo'ldi. Ruchkachasini pen down pastga tushirish. Ya'ni ruchkangizni pastga tushirsangiz varaqqa yozasizmi? Albatta. Qachonki ruchkachangizni ko'tarsangiz, yozishdan to'xtaydi u qancha harakat qilmang. Demak, ruchkachamizni tushirdik va endi yozish manimcha boshlanadi. Shape 5 uchun ishlayapti. Nima qilyapti? 5 marta takrorlayapti. Birinchi marta 40 qadam yuridi. Mana shu yoqqa qarab turgan qadamiga qarab 40 qadam yuridi. Mana bu qism bo'ldik. Endi 90 daraja qayrildi. Qayrilishini ko'rsatib beraman. Buni o'rgatgan edim, yana ko'rsatib beraman. To'g'ri, ana chizib bo'lgan joyingizdan yana ozgina to'g'riga yurisiz va perpendikulyar mana shu ajralgan joydan perpendikulyar o'tkazasiz. Mana bu qism qaysi tomonga qayrilyapti? Yuqori tomonga. Mana bu yerdan chiqib, mana shu stilkachasini chizasiz. Mana bu hozir 90 daraja. Mana teng bo'lingan perpendikulyar burchagimiz, to'g'ri burchagimiz 90 daraja ekan. Demak, bu hozir qayerga qayrildi? Yuqori tomonga, mana bu tomonga qayrilib qoldi ekan. Endi qizilda davom etamiz. Nima bo'ldi bu? Demak, yuqoriga qarab o'tirgan bo'lsa, bir marta takrorlanish mana shu joyda tugadi. Mana bu yerga qayrildi-da, shu joyda tugadi mana. Qayrildi, tugadi. Tugagan joylarini ham boshqa xil rangda qilib beraman, ajratib olishlaringiz uchun. Yurdi, qayrildi va bir marta takrorlanish shu joyda tugadi. Yurib, qayrilib. Endi ikkinchi marta yana 40 qadam yuriydi va yana ichki tomonga, chap qo'l tomonga qayrilyapti. Bu chap tomonga 90 darajaga qayriladi. Demak, yana 40 ta yurdik. Yana qayrildik. 90 darajani endi bildik-ku, to'g'ri burchakda qayrilishini. Bu ikkinchi martasi edi. Ikkinchi marta. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Uchinchi marta, 5 marta shu amalni bajarishi kerak ekan. Uchinchi marta 40 ta yurdik, qayrildik. 4-marta yurdik, qayrildik. 5-marta yana yurdik, qayrildik. Yashillar bilan belgilab beraman. Ko'rinyapsizmi? Mana bu yerda 3-chisi, mana bu yerda 4-chisi va mana bu o'sha birinchisini yana qayta takrorlagani 5-qadam bo'ldi. 5 marta 5 marta takrorlandi. Nima deyapti savolda? Qanday shakl paydo bo'ladi? Nima paydo bo'ldi? 5 marta yurdi, 1 marta ustidan qaytib yurib qo'ydi. 4 burchak paydo bo'ldi. Demak, D javob to'g'ri ekan. Keyingi savolimiz, dastur natijasida 6 burchak hosil bo'lishi uchun shape blogiga qanday qiymat beriladi? Barchasini ekran tozalab olyapti. Markaziga sahnani bordi va X plus tomonga, o'ng tomonga qarab turibdi. Mana bunda. Ruchkachani tushirdi va shape degan blokni chaqiryapti, protsedurani, qism dastur chaqiryapti. Shape'da nechi bo'lsa, deyapti, 6 burchak hosil bo'ladi. 6 burchak hosil qilish uchun necha gradusga aylanishimiz kerak biza? Demak, to'liq aylanish uchun 360 gradus kerak. Demak, 6 burchagimiz mana bu narsa hosil bo'lishi uchun, to'liq aylanishi uchun necha gradusga mana bu qismlar aylanishi kerak? Ko'kdek qilib qo'yay shuni. Mana to'g'riga ketyapti. Mana bu yerga qaytishi kerak. Mana bu 90 darajaniki. To'g'ri burchak 90 darajaniki, lekin 90 ga bormasdan 3 dan 2 qismi olinish kerak ekan. 60 daraja bo'lish kerak ekan. 6 ta burchak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta burchak uchun 360 ni bo'lamiz 6 ga va 60 gradusdan aylanishi kerak ekan. Demak, 60 gradusni hosil qilish uchun 360 ni n o'rniga nima keltirib qo'yamiz? N o'rniga 6 ga bo'lishimiz kerak ekan. Demak, mana bu yerda
oltiga deylik. Demak, n biror joyda ko'paymadi, boshqa bo'lmadi. Demak, shape'da 6 ni keltirib qo'yishimiz kerak ekan. Bu yerda 60 qadam yurayapti va 360 ni har gal 6 ga bo'lyapti. Demak, 360 ni mana bu yerdan davom ettiradigan bo'lsam, 4 ga ozgina yurishda perpendikulyar o'tkazasiz. Mana bu 90 ta edi, a? Endi 60 ta bo'lish uchun shuni 3 dan 1 bo'ladi-da. Teng yarmi 45 bo'lsa, mana bu joyda demak, mana bu yoqqa qarab turgan bo'ladi. Shu joydan davom ettirsak bo'ladi. Yurdi, qayrildi 60 darajaga, mana shunday ahvolda turibdi. Bir martasi. Ikkinchi marta repeat necha marta turibdi? 6 marta turibdi. 6 marta takrorlaydi. Bu bir marta bo'ldi. Ikkinchi marta yana 60 qadam yurib, yana darajani qancha qayrilishini kerakligini mana shu yerdan yordamchi chiziqlarni chizib oldik. Qaysi tomonga qarab o'tiruvdi? Qayrilib o'tiruvdi? Mana bu tomonga mana. O'ziga nisbatan chap qo'lga qayrilyapti. Chap qo'lga mana buncha qayrilsa bu 90, demak bizga 90 ga bormasdan tugash kerak. Mana bu tomonga mana. 60 da tugash kerak ekan. Bir marta o'z yo'lingizni topib olsangiz, shu bilan bo'lib ketadi. Bittasi tugadi, ikkitasi tugadi. Uchinchisi yurdi, qayrildi. Voy, ko'p qayrilib yubordimmi? Uchburchak bo'lib qoladi bo'lmasa hozir bu. Xo'sh, mana bu tomonga qayrilishim kerak ekan. Tekis bo'lmadi. Xo'sh, buni davom ettiramiz. Perpendikulyar o'tkazishim uchun to'g'ri o'tkazdimmi? Mana bunday bo'lar ekan perpendikularim. Mana endi 90 darajalik bo'ldi. Xo'sh, chapga qayrilyapti, mana bunchaga qayrilar ekan. 45 bo'lib qoldi. Var qo'lda chizgan paytda ozgina qochish mumkin. Yana xuddi shunday pastroqqa qayriladi, yana shunday pastroqqa qayriladi, mana bunday keladi. Mana bu 6 burchagimiz. Yuqoriga qaraganni chap qo'li deb sanang. Har doim o'sha chap qo'lni yo'qotmang keyin. Mana bu chap qo'lga qaytishi, mana bu o'ng qo'lga qaytishi. O'ng qo'li mana bunday qaytsa agar o'ng tomonga qaytadi. Keyingi savolimiz berilgan dastur natijasini toping. Nima bo'lyapti? Barchasi tozalanib olib, sahnaning markaziga keldida, point direction 90 ga qarab turibdi. Sahnamizni chiroyli qilib chizib olamiz. Juda unaqa rassom emasman. Sahna markazi va o'ng tomonga qarab turibdi, +90 tomonga. Pen down uchgacha tushirdik-da, shape uch uchun ishlab beradi. Shape degan blogimizni mana bu yerda n barobar 3 uchun ishlaydi. Demak, 3 kelyapti. N o'rniga mana bu yerda 3 kelsa 3 kara 6 mana bu yerda n barobar 3 bo'ldi. N kara 2 teng n o'rniga endi 3 kelsa agar 3 kara 2 necha bo'ladi? 6. Demak, 6 marta takrorlaydi. Nimani takrorlaydi? 70 qadam yuri. 70 qadam taxminan yurdik. Kamroq yursangiz ham, ko'proq yursangiz ham shaklga ta'sir qilmaydi. Kichikroq shakl, kattaroq shakl bo'ladi xolos. Tashqi ko'rinishiga faqat o'lchamiga ta'sir qiladi bu. Necha qadam yurishi. 200 desak kattaroq bo'ladi, 20 desak kichkinagina bo'ladi. Lekin o'sha shakl chiqadi. Masshtabida farq qiladi xolos. Demak, 70 qadam yurdik. 70 qadam yurimiz. Mana kattaroq yurimiz ozgina. Mana 70 qadam yurdik. 70 qadam yurgandan keyin 360 ni n ga bo'lyapmiz. 360 ni bo'lamiz. N nima edi? 3 edi. 3 ga bo'lsak 120 darajaga qayrilish kerak ekan. 120 daraja bu uchburchakning darajasi ekanligini bilamiz, baribir ham topamiz bir marta. Mana yordam chiziqlar. Mana bu tomoni 90 deydi. 90 ga yana ozgina yetmayapti. Bu tomoni ham 90.
To'rttalasi ham 90 tadan bo'ladi. Hozir mana bu tomonga qayrilyapti. Mana chap qo'l tomonga qayrilyapti. Chapga 90 ta qayrildi. Mana bu yerda yana 90 ta bor. Uni 3 dan biri 30 ni olsak, 120 bo'ladimi? Mana bu yeri 30 ta, bu yoq 90 ta. 120 bo'ldi jami. 120 ta qayrilishimiz kerak edi. Mana bu yerga qarab qayrilib qoldi. Va 35 ta yuriydi. Shuni teng yarimcha yursa, taxminan mana shuncha yuriydi mana. Mana shu tomonga qayrilib qoldi. 70 ta yurdi, 120 darajaga qayrildi va 35 ta yurdi. Mana bu yerda bizani birinchi aylanishimiz tugadi mana. Bitta aylandi. Endi ikkinchi aylanishga ketdik. Ikkinchi martada takrorlanish keldida, ikkinchi martada yana 70 qadam yurdi dedik. Mana shuncha yuriydi. Xo'sh, 35 ta shuncha yurgan bo'lsa, yana mana buncha yurdi mana. Kamroq bo'ldimikin? Mana. Ko'payib ketib qoldi endi. Mana. 70 ta yurdik. Mana shu bilan mana bu bir xil bo'ldi shekilli. 70 ta yurdi. Endi 360 ni n ga bo'lamiz. N hech qayerda o'zgarmayapti, yana 3 ga bo'linyapti. 120 darajaga qayrilishi kerak. 120 ni chiqarib olish yo'lini mana bunday bildik. Yana bir marta xohlasangiz qilib ko'ramiz. Mana bu yer 90 ta, yana ozgina 30 talik qayrilishimiz kerak. Mana bu tomonga. Mana bu yoqqa qarab qoldi. Qayrildi. Mana shu tomonga qayrilib turibdi. Qayrilib turgandan keyin 35 ta yurgan dedik. Shuni yarmicha. Mana shu joygacha taxminan keladi desak bo'ladi. 70 ta bo'lsa, yarmisi shu joygacha kelish kerak. Mana ikkinchisini ham tugatdik-a. Mana shu joyga kelib shu tomonga qarab turibdi. Bu ikkinchi qadamimiz tugadi. Endi 3-martaga boramiz. 3-martada nima deyapti? Mana bu 3-martasiga keldik. 70 qadam yuriydi. Mana shu bitta 70, bitta 35 edi. Bitta 35 ni avval yurdik. Endi 70 ni yurish uchun yana xuddi shunaqa joyga kelib qoladi ekan. Salgina aniqlik bo'lmasligi mumkin chizganda va nima deyapti? Chap, ya'ni ichki tomonga qarab mana bunday qaytgin 120 darajaga. 120 darajani topib olamiz. Xo'sh, mana bu yer 90 ta, mana bu yerda ozgina 90 ta yana bu yerda ham bor. O'shani 3 dan birini olamiz. 3 dan biri mana shuncha bo'lishi kerak. Sal chiziqni xato chizib qo'ydim shekilli. Mana bu yerda 90 ta bo'lsa, yana ozgina yursak, mana bu yerda mana. Ana endi o'xshadi. Mana bu perpendikulyar chiziqni to'g'ri bilishimiz kerak. Mana bu tomonga qarab turibdi. Nima bo'ldi? 70 ta yurdi. Mana 120 gradusga qayrildi. Endi 35 ta yurishi kerak ekan. Bu nechta edi? 70 ta edi. Mana bu yerda 35 ta yurib, qaytib mana bu joyga kelib qoldi. Qayerga keldi? Mana bu joygacha keldi. Va 3-aylanmamiz ham tugadi. Birinchisi, ikkinchisi, 3-si ham tugadi. Endi nima deyapti? 4-martada yana 70 ta yur. Qarang, hozir mana bu joyga yana yuriydi. Yana xuddi o'shani, ya'ni mana bu narsani ustidan 2 marta yurib chiqdi. 6 marta bo'lganning evaziga. O'zi 3 martada chiqib bo'lgan edi. Yana 70 qayril 35, 70 qayril 35. Xuddi shuni yana bir marta bajarib chiqyapti va mana shu tomonga qarab turibdi. Qaysi tomonga qarab qoldi? Mana x plus tomonga, plus 90 tomonga qarab qoldi point directionimiz. Bir marta ishlab bo'ldik. Mana 3 uchun ishlab berdi. Endi nima debdi? Uni davomi bor ekan. Point directionni -90 qil. Plus 90 da mana bu tomonga qarab turuvdi. Endi uni teskarisi. Nima deylik? Plus 90 bu tomon bo'lsa, -90 mana bu tomon. Endi teskari tomonga qayirdi. Mana bu edi, mana bu tomonga. Bu tomonga endi qayrildi strelkamiz. Keling bu tomonni boshqa, masalan, siyoh rang bilan mayli chiza qolaylik. Mana bu yoqqa qarab qoldi.
Point action -90 ga bu tomonga qayrildi-da, yana shape 3 marta 3 uchun ishlab ber dedi. Yana ketdik. N barobar 3 6 marta aylanadi. 3 kere 6 3 kere 2 6 marta yana aylanadi. Bu birinchi shape uchun edi, bu ikkinchi shape uchun. Bu birinchisi edi shape'ni, bu ikkinchisi edi. Va 70 qadam yuriydi. Bu 35 qadam edi. Yana shundan 2 barobar yurishi kerak. 35 qadam bu bo'lsa agar, bitta yana 35, yana bitta 35 mana. Shu tomonga qarab turibdi. 70 ta yurdik. Va ichkari tomonga 120 taga qayril. Mana 120 taga qayrilamiz. Sal kattaroq bo'lib qoldi. Bu tomonga qarab qoldi va 35 ta yuri. Shuni teng yarmicha. Bu 70 ta edi. Teng yarmicha bo'lsa, taxminan mana shuncha yurdik. Va shu tomonga qarab qolgan holatda bittasi tugadi. Bitta aylanmamiz tugadi. Birinchisi edi. Ikkinchi, uchinchilarda ham xuddi shunday davom etamiz. Ikkinchi marta aylanishga keldik. 70 ta yuri, 120 ta qayril, 35 ta yuri. 70 ta yurimiz. Mana bunda 2 barobar bo'ldimi? Bo'ldi. Endi 120 taga qayril, ichkari tomonga, chap qo'lga. 120 ta qayrildik. 120 ta qayrilganimizdan so'ng 35 ta yurimiz. Shuni teng yarmicha. Mana 35 ta yurdik. Shu yerga qarab qoldik. Shu joyda ikkinchi qadamimiz tugadi. Ikkinchi qadam. Va 3-martaga ketdik. Endi 3-martani bajaramiz. 3-marta to'g'riga 70 ta yuri debdi. Mana 70 ta to'g'riga yurdik. Boshlang'ich joyga keldik va 120 ta qayril dedi. Mana bu joyga qayrildik va 35 ta yuri. 35 ta yurib, mana bu joygacha kelib qoldik yana. Mana bu nima ekan? Va to'g'riga qarab turibmiz hozir. Bu ham 3-marta aylanishimiz bo'ldi. Necha marta aylanadi? 6 marta. Xuddi shunday 70 ta 70 qadam yurib, 120 daraja qayril, 35 ta yuri. Shuni ustidan yana bir marta yuriydi. Qaysi shaklga o'xshadi? Mana bu shaklga o'xshadi. Faqat 6 martadan aylantirishini sababi sizni vaqtingiz ketishi uchun, siz o'rnab qolishingiz uchun qayta-qayta 2 martadan ustidan yuritgizdirdi, xolos. Keyingi savolga o'tamiz. Dastur bir marta ishga tushirilganda natija nechta shakl hosil bo'ladi natijada? Demak, nechta shakl hosil bo'lishini topishimiz kerak ekan. Nimalar bo'lyapti? Aniqlashtiramiz. Qism dastur faqat mana bu joyga kelib chaqirilgan, bir marta chaqirilgan. Qolganlari o'ylaymiz n barobar 7, n ga 7 ni beryapti. N degan o'zgaruvchi qiymat, yangi qiymat olyapti 7 ni. Pen up, ruchkachani ko'tardik, barchasini tozaladik, x0, y80 ga bordik. Sahnachamiz chizamiz. Mana bunaqasi menga x, mana bunaqasi yuqoriga qarab ketgani y edi. Y ni bu yoqdan chizib qo'yay. Koordinatalar o'qi kabi. Mana. 0 markaz bo'lsa, y80 ga borish kerak. x0 da turaveradi. y80 plus tomoni mana bu tomon, minus tomoni bu tomoni. Demak, 80 da oldinroqqa borib, mana bu joyda nuqtachamizni topib oldi. Endi ruchkachani tushirdik, chizishni boshlaymiz. 10 marta takrorla. Nimani 10 marta takrorlasin? Shaklni bir marta chaqiradi, n ni bitta kamaytiradi. Change nima qilardi? Change, mana bu change barobar n ni o'zgartir deyapti. N ga plus, mana bu change, mana shu narsani qilyapti hozir. Nechtaga? Minus bittaga o'zgartir. Demak, hozir bu 7 bo'lsa, 7 plus minus 1 bo'lsa, bitta minuscha, bitta pluscha olib ketib qolsa 6 qoladi. Demak, har gal bittadan kamayar ekan bu. Birinchi marta n teng 7, ikkinchi marta bittaga kamaysa agar n teng 6, uchinchi marta n barobar n nima edi? 6 edi. 6 ga qo'shamiz minus 1 ni.
bitta plyuschani olib ketib qoldi, 5 qoldi. Demak, 3-martada 5 bo'lar ekan. Shuni chiziq qilmaylik. Mana bunday qilaylik. 5 bo'lib qoldi n'imiz. 4-martada nima bo'ladi? 4 bo'lib qoladi. 5-martada 3 bo'lib qoladi. 6-martada 2 va 7-martada 1 bo'lib qolar ekan mana shunday natijada. Buni kamaytirib boryapmiz, lekin birinchi marta uchun hali ishlamadik. Keling, birinchi martasida n 7 uchun ishlab bersin. Birinchi martada n 7 ga teng. Shakl degan protseduramiz nima qilyapti? Repeat n. N bizada hozir nima? Birinchi martada 7 ga teng. 100 qadam yuri debdi. Qaysi tomonga yuriydi bu? Qaysi tomonga qarab turibdi? Ko'rsatilmagan jimlik qoidasi bo'yicha +90 da turibdi. Mana bunday o'ng tomonga qarab +x tomonga. Mana nuqtacham qayerga ketib qoldi? 0 edi, 80 ta yuqoridan mana bu joydan boshlashim kerak edi va mana bu tomonga qarab turgan edi. 100 qadam yurdi. Mana 100 qadam yurdik. Va o'ng qo'lga qayt debdi. O'ng qo'lga mana bu tomonga qayrilishim kerak. Qancha? 360 ni n ga bo'l debdi. 360 bo'lingan 7. 50 bo'lsa 350 bo'lsa 50, 10 ni 7 ga bo'lsak 51,4 ketar ekan. 51 daraja deylik shuni. Demak, 51 darajamizni topamiz. Shugacha. To'g'ri va perpendikulyar o'tkazdik. Pastga o'ng qo'lga qaytish kerak. Davom yurib, mana bu bizga 90 daraja edi. Bizga qancha kerak? 51 ta kerak. 51 ta mana bu teng yarmi 45 bo'ladigan bo'lsa, undan ozgina o'tamiz. Bu 60 bo'lib qoldi. 60 bo'lmasin bizda. Xo'sh, teng yarim 45 bo'lsa, undan salgina oshish kerak. Mana shunday. Mana bu tomonga qarab qoldi. Shu tomonga qaradik. Yana 100 ta, yana o'shancha. Bir marta chiqardiki, n o'zgarmayapti bizda. Demak, 51 daraja bo'ldi. Mana buning natijasi. 100 qadam yurib 51 darajadan qaytadi va buni 7 marta bajaradi. 7 ga bo'linyapti. Demak, bu muntazam shakl. 7 burchak bo'lyapti. Mana bunday chizdi, yana 100 ta qayrildi. Endi ko'kni yana olaymi? 100 ta bo'ldi, o'xshadi bunisi. Ko'kimizni oldik. Teng chiqarish uchun mana bunday perpendikulyarchamiz bu 90 ta bo'lsa, biz endi teng yarmi 45 bo'lsa uni mana bunday, mana bu joyga qayrilishimiz kerak taxminan. Aynan o'ziday chiqarish juda ham mushkul. Mana bu tomonga qayrildik 2-marta, 3-marta yana 100 ta yurdik, ko'p yurib qo'ydik. 3-marta yana 100 ta yurdik. Burchaklar. ta bo'lsa, mana bu 45 ta, o'zi 51 taga yurdimmi nima? Salgina farq qilyapti. Bu tomonga bo'lish kerak. Qaysi qo'lga? O'ng qo'lga. O'ng qo'li bu, bunday pastga qarab kelyapti. Demak, o'ng qo'l mana bu tomon. Chap qo'li bu tomon bo'lsa agar, o'ng qo'l tomonga 45 ta, ya'ni bundayroq ekan. Xullas, mana shuni hozir 7 marta takrorlar ekan. Mana shunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 marta takrorladi va shu joyga yana kelib qoldi. 7 burchak bo'ldi bu. Keyingisida rostdan bunday burchaklarni topib o'tirishga juda erindim. Vaqtimiz ko'p ketib qolmasin deb, mana shunday 1, 2, 3 marta topdik. Qolganlarini ham xuddi shunday topdik deb tasavvur qilasiz. Mana 7 ta burchak bo'ldi. Bir marta ishladi. To'liq shakl aylanib bo'ldi 7 ta.
Endi n-1, ya'ni ikkinchi marta n6 uchun ishlaydi. Ikkinchi martasi n barobar 6 bo'lsa, endi 360 ni nimaga bo'ladi? 6 ga bo'lib 60 darajaga qayiradi. Demak, 6 marta aylanish kerak. 100 qadamdan yurib, 360 ni 6 ga bo'lgan holatda 60 darajadan yurish kerak. Demak, bu 6 burchak bo'ladi. 100 qadam xuddi o'shancha yuryapti. Mana ustidan ikkinchisini yashilda qilib ko'ramiz. Sal buyoqdan 100 qadam yurdi, 60 daraja qayrilishi kerak endi. Yana xuddi o'shanaqa bo'ladi. Burchagi qo'shilib ketib qolmasin. Shunday qildik. Bu 90 ta bo'lsa, 60 uni 3 dan 2si. Mana bunday qilib qayrilar ekan. Hozir bu 60 darajaga qayrilib, yashil bilan yozayotgandikmi? 60 darajaga qayrilib, yana 100 qadam yurdi. Yana 60 taga qayrilib yana yuriydi, yana 60 taga qayrilib yuridi, yana 60 ta, yana 60 ta. Bunisi 6 burchagimiz bo'ldi. Keyingisida yana bitta qisqartiryapti. 3-martada n5 uchun ishlaydi. Endi 360 ni 5 ga bo'ladi. 5 marta takrorlanyapti. 5 marta 100 qadamdan yuryapti va har gal yurgandan keyin necha darajaga qayrilar ekan? 72 darajaga. Demak, bu 5 burchakniki bo'ldi. Yana xuddi shunday ustida 100 qadam yurdi. 5 burchagimiz. Burchagini topish uchun shunday topamiz endi. Butun qo'shilib ketdi bu. Bunday bo'ladi. 90 ta 72 ta bo'lishi uchun 90 20 ta kamroq. Mana bundayroq bo'lar ekan keyingi galga. Yana 100 ta yuriydi. Bitta, ikkita. Mana bu 3-chi 6 burchakda bo'lib qoldi bu yana. Mana bunday qilamizda. Mana bunday 1, 2, 3, 4 va 5. Mana bunday 5 burchak bo'lib qoladi bu. Keyingi gal 4-marta 4 ga teng. N barobar 4. 4 marta takrorlaydi. 360 ni 4 ga bo'lamiz. 90 gradusdan yuriydi bu gal. Demak, Felatov bilan xuddi shunday. Birinchi qatori mana bu 100 qadam hammasida bitta. Men sal pastroqdan yozishga harakat qilyapman, ko'rib olishlaringiz uchun. Hammasida usti yuriydi. Ana shu qizilning ustidan yashil bilan yurdik, yashilning ustidan ko'k bilan yurdik. Xuddi shunday yana ana endi 100 qadam yuriydi, endi 90 darajaga qayriladi. Yana 100 qadam yuriydi, 90 darajaga qayriladi. 100 qadam yuriydi, 90 darajaga qayriladi. 100 qadam yurib, yana 90 taga. Mana shu joyga yana qaytib kelib qoldi. 4-marta 4 burchak bo'ldi. 5-martaga ketdik. N barobar 3 ekan. Endi 360 ni bo'lamiz 3 ga 120 darajaga qayrilar ekan. Endi bunisini keling olovrang bo'la qolsin. Xuddi shuncha 100 qadam yurdi, 120 darajaga qayrilmoqchi bo'lsak, 3 burchak mana bunday bo'ladi dedik. 2-marta yurdi, qayrildi, 3-marta yurdi, qayrildi. 3 burchak hosil bo'ldi. Mana bu tomonga qayrilib qoldi yana boshlang'ichiga kelib. Endi 6-martada n barobar 2 uchun ishlaydi. 360 ni 2 ga bo'lsak 180 daraja. Endi qora bilan chizib qo'yamiz. Xo'sh, 100 qadam yurdi, 180 gradus degani bu aksiga. Ya'ni mana bu bunday ketib o'tiruvdi. Endi bunaqasiga bo'lib qoldi. 180 gradus teskari aylangani. Qaytib mana bu yoqqa kelib qoldi. Va bu 2 marta bajarildi. 1 marta bunaqasiga, 1 marta bunaqasiga yurdi. Bu to'g'ri chiziq bo'lib qoldi, shakl bo'lmadi. Va 7-marta n barobar 1 uchun 360 ni bo'lamiz 1 ga, 360 gradusni o'zi. Nima qilyapti? N teng 1 ga 1 marta 100 ta yuryapti-da, to'g'riga qarab 1 marta shunday yurdi. 360 ni 1 ga bo'ldi, 360
Tamom, bu takror qilmaydi. Bitta chiziq bo'ldi, tamom. Bu chiziqni ustidan 2 marta yurdi, bu bitta chiziqni o'zini yurdi. Birdagacha davom etdik. Endi 0 bo'lyapti bu yerda. 0 bo'lganda repeat 0 bu takrorlamaydi. Tamom, shu joylarda tugadi. 7 marta o'zi takrorla degan edi. Repeat 10 marta degan ekan, kechirasizlar. Bu 7 berilgan ekan. 10 marta takrorlash uchun mana endi ketdik. 8-martada 0 uchun umuman ishlamaydi, shakl umuman chizilmaydi, chunki 0 marta takrorla degan. 9-martaga -1 deyapti, 10-martada -2 deyapti. Takrorlashlar hech qachon bunday umuman takrorlama yoki minuslik takrorla yoki -2lik takrorla deb bilmaydi. -1 marta, -2 marta takrorlash degani yo'q. Shu uchun bularda ishlamaydi. Biror shakl chizmaydi bularda. Savolga qaytamiz. Dastur bir marta ishga tushirilganda natijada nechta shakl hosil bo'ladi? Nechta shakl hosil bo'ldi? 1, 2, 5 burchagimiz 3, 4 burchagimiz 4, 3 burchagimiz 5. Qolgani to'g'ri chiziq va bittalik chiziqcha bo'lib qoldi. Bittasida ishlamadi oxirida. Nechta shakl bo'libdi? 5 ta.